nəzəriyyə ilminin hazırlıq zaman tədqiqat nəticələri haqqında söz qılıb veriş üçün Maynur Muhammed əmçinin səhnəyi təklif qılımız. Assalamu alaikum, əmdir, xoş gəlişlər. Mənim bugün köpçülükə anlatmaqçı olan teman Uyğur Tıbabətçilik Doğurgənlik Nəzəriyyə ilminin hazırlıq zaman tədqiqat nəticələri. Yaxın zamanlardan biri həm də ilim fənnin tez sürətlə tərəqqi qilishi bilan, həm də yuqori səviyyəyə yetishi bilan şu insan gen grubu planı, aksıl grubu planı, funksiyalik gen grubu planı deyilən şu projelerinin hamısı əməliləşib, onun üstüge molekul biyoloji texnikasının keng ko'lamda qo'llanilishi bilan meditsina sohasida nihoyat zo'r natijalar qo'lga keldi. Shundaqla bizning Uyg'ur tibabidimi shuning masalda bir qism natijalar qo'lga keldi. Burungi vaqtga o'xshash faqat kasalga foyda qilganligini ko'rib turib, bu foyda qildi deb kasalning ahvoliga qarab turib yakun chiqarishdan ilmiy holda tajriba qilib turib tekshirib ilmiyligi isbotlangan nurg'un natijalar qo'lga keldi. Mening bugun anlatmoqchi bo'lgan bu natijalar amaliyotda professor doktor Xalmurat G'upur va uningki shu birga ishlagan xizmatchilarga mansub bo'lgan bir tadqiqot temasi 10 yillardan beri shu doktorimiz Meditsina Üniversitesi'ndeki Uyghur Tıbabet bölümünde muş tədqiqatını elib verib, erişkən nəticələr. Mən şunu köpçülükə anlatışını məqsəd qıldım. Həmimizə məlum Uyghur Tıbabeti uzun tarixi ega, mükemmel bir nəzəriyyə əsasına ega bo'lgan bir tibabet. Onun üstüge kesilgini qaraşda bir bütünlükni asas qilib, bədanninki bir bütünlük əhvalını asas qilib turib, kasalliklarga diagnoz qo'ydi, davolash olib bordi. Andiken kasallanma bu xil ahvol hamda uzun zamonlik bayqash, tadqiq qilish, kuzatish, kasalning ahvolini qarash orqali tajribalarni to'plash orqali andiken nazariya sistemasi borliqqa kelgan. Ham uzun tarixdan beri taki yaqin zaman g'arb tibobati shakllanib qo'llanilguncha, hatto undan keyinmi Uyg'ur tibobati zamonaviy tibobat bilan teng qadamda birga moslashib, shu yaqin hozirgacha kişilerin sağlamlığını saqlash, kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynab keldi. Bugungi kunga kelganda bu ilmning nazariya asosi hozirgi zamon tadqiqotchilarimiz tomonidan zamonaviy tibobat qadimiga masalda tajribaxonalarda yuqori saviyali tadqiqot usul va texnika uskullaridan foydalanib, kuzatish, selishtirish, muqimlash qatorliq orqali bir qadam ilgirlagan holda ilmiylikka o'ttirib qo'yildi. Meniki bugun tafsil qilib anlatganim mushulning ichidan bir turi bo'lgan g'ayri-tabiiy savdo qiltiniki muzish va musulning organizmga bo'lgan ta'sir qilish mexanizmi. Ya'ni biz kasalliklarga muzish va musulimiz u badanda qanday yo'llar bilan andiken kasal davolash maqsadiga yetdi, shuni anglatmoqchi. Uyg'ur tibobati ilmining kasalliklarni davolashga eng muhim usuli dori bilan davolash bo'lib, qilitlarning g'ayri-tabiiy o'zgarishidan hosil bo'lgan kelib chiqqan kasalliklarni davolashda bemorga oldi bilan normal holatidan o'zgarib kasallik paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan g'ayri-tabiiy qilitni pishirish, ya'ni badandan sirtqa chiqib ketishga loyiqlashtirish maqsadida munzish dori beriladi. Undan keyin shu kasallikka musil, ya'ni pishgan qilitni, g'ayri-tabiiy qilitni badandan sirtqa chiqarib o'tgan musil degan sharbat beriladi. Şu orqali andiken badanni kasallik paydo qiluvchi moddadan tozalab davolash maqsadiga yetdik. Endi bu kasallik paydo qiluvchi moddaning pishishi va badandan chiqarib tashlanishini iborat bu jarayon intayin murakkab bir bioximiyalik jarayondan iborat bo'lib, bu hozirgi zamon saviyasida tadqiqotlar olib berilishi orqali hozirgi zamon saviyasi bo'yicha deganda birinchidan bu mexanizm şu nima organizmda oksidlanishga qarshi turish ta'siri paydo qilgan munzish va musillar. Savdo xilti normal holatda bo'lganda rangi qaramtul, qiyomi quyuqroq, ta'mi qansiq va chuchimal suyuqlik bo'lib, tabiiy quruq sovuq jigarda ishlab zapas saqlanib, talda zapas saqlanib, badanni cho'kma holatini qilish, a'zolarning shakl va sifatini saqlash xususiyati orqali safra, balg'am moddalarning ortiqcha ko'payib ketishini cheklaydi. Har xil oziq moddalarni zapas saqlaydi, mingning sizish, fikr qilish, asib tutish qatorliq faoliyatlarga qatnashadi. Shunga o'xshash bir turli safra xiltining shunday ta'siri va savdo xiltiningki, hamda odatda
Əgər hər xil içki təşqi səbəblər tüpəyildən normal savda xıltının miqdarı eşib ketiş, ya ki bolmasın başqa xıltlarının küyüşüdün qoyuqlaşqa vaxtımı savda xıltı kəp çıxıdı, ya ki bolmasın savda xıltınınki üzününki küyüşüdün mü qeyri-təbii savda xıltı kəp çıxıdı. Ya ki bolmasın yeni bir səbəbi savda xıltının özününki upudatlanışı, yəni tərkibinin özgürüşü. Səbəbidin mi normal savda xıltı gayri-təbii savda xıltıqa ayrılırdı. Şunda vaxtda muşu cəryanının həmmisi adətdə muşunda halətdən keyin bu savda xıltı çökmüge düşüb, asallı yerlik orundaki kan ayrılışı həmisi təsir göstərib, aşağıda bir gayri-təbii əhvallarını keltirib çıxırdı. Hem de muşu hazırki zamanəvi tibabətdiki muşu oksitleniş ve oksitleniş qarıştırış mexanizmiga bək oxşab ketdi. Hem de hem öyle məlumluq oksigen insan hayatı üçün intayın mühim. Kem bolsa bolmaydigan madda. Lekin insan vücudundaki normal madda ayrılış jarayonida yana bir qism aktiv oksigenlar paydo oldu. Bu aktiv oksigen maddasi badanda har xil turdagi erkin radikallarni paydo qildi. Erkin radikallar deganimiz shu oksitlenish jarayonida paydo bo'lgan bir xil ximiyalik modda. Ular odatda intayin turaqsiz ximiyalik holati. Asallan aktif holat bo'lib, asallan boshqa moddalar bilan birikibdi. Xohlagancha bir molekulalar birikib reaksiyaga kirishdi. Shuni ular yana bir aktiv erkin radikal qo'yib etdi. Shu tariqada zanjirsimon holatda bir tutash erkin radikallarni paydo qilib etdi. Mush tariqada zanjirsimon reaksiya hosil qilib, hücredeki aksil, may, DNA qatarlıqlarını oksitlar hücre tinini zəxmiga uçurdudu. Buzulğan DNA əsliyi kəlməyə qalsa, andikin bədəndə hər xil keselliklər, yəni məsələn, rakka oxşaş keselliklər peyda olub qaldı. Əgər aksillərinki buzuluşu əsliyi kəlməyə qalsa, aksildə xarakteri özgürüş peyda olar. Andikin onunla masalda yürək qan tumu keselliki, nervi keselliki, baldoq qərib ketiş degən oxşaş keselliklər peyda oldu. Hem de bu normal ahvalda bunda bo'lmaydi. Nimaga degan vaqtda chunki badanda shu paydo bo'lgan erkin radikallarni yo'qotadigan bir sistem bor. Buni antioksidant deb qo'yamiz. Badanning o'zininki shu paydo bo'lib qolgan erkin radikallarni yo'qota oladigan bir xil mexanizm var. Normal ahval asida vücudda bu xil aktiv oksigen moddalarının ve erkin radikallarının paydo bo'lish saviyasi bak yuqorilab ketmasligiga sabab bu hasılatlarga qarata vücut ichida o'zligidan bir qadar oksigenga qarshi modda almış mahsulotlari va enzimlardan tuzilgan murakkab tor sistemasining bo'lganligidan. Bular o'zaro moslashib, shu badandagi erkin radikallarning DNA, aksil va maylarning buzilishinining oldini oldi. Aldını eliş arkalı andikin organizmdeki normal halatını saklaydı. Endi hazırki zaman ilim sahasida vücuddaki erkin radikallarını paydo qiluvchi aktiv oksigen maddasini azaltalaydigan ve erkin radikallarning vücudda ko'rsatgan ziyonli ta'sirini yo'q qila oladigan moddalarga oksigenlashga qarshi turuvchi reaktivlar deb ism berilgan. Buni inglizcha antioksidan deydi. Türkçede shunday atayotgan. Endi muşu türdeki reaktifler bedende özü hasıl buldu. Köp ballarda normal halat. Lekin beden sırtıdan mı kabul kılınırdı? Endi gayri-tabii savda xıltınınki munzuc musulü dal müşahede muşu antioksidanlık, yani oksidanışqa qarşı turgucu bular rol oynayotgan. Tədqiqat nəticəsinin isbatlanışı, yəni şu doktorlarımızınki isbatlaşıca, hər xil səbəbdən payda bolğan qeyri-təbii savda xıltı səbəbindən kasallənən bimarların təkşürüş elib bağlı vaxtda bimarın vücudunda oksidanış qarşı turgucu enzimlərinin aktivliyi oxşamagan dərəcədə tövəllügən. PMN, onun başqa limfa radikallarının alınışı buzulğan, maylarının oksidini buzuluşu eşib ketken bulup bu bimarlarga gayri-tabii savda xıltınınki munzuc və musullarını belgilik miqdarda, belgilik vaqt işlətkəndən keyin oksidinishga qarşı enzimlarning aktivligi yuqori ko'tarilgan, ya'ni shu IBM deb o'tgan oksidinishga qarshi turish rolini o'tagan munzuc va musullar. Ondan başqa hozirgi PMN, LY degan radikallarningki almış iqtidorini asliga qaytgan, ya'ni normalga qaytgan. Undan başqa maylarning ziyoda oksidlanib buzilishi tövəlligan. Şuna bundan ko'rilishga bo'ldiki, gayri-tabii savda xıltının munzuc və musulları organizmda oksidanışqa qarşı turgucu reaktivlarninki oksigen maddasini təngşəş, çəklaş mexanizmini maddi asas bilan ta'minlagan. Bu birinci
mexanizm yoki ta'siri hamda ikkinchi jihatdan yana shu g'ayritabiiy savdo xilatininki munzij va musuli buni badan sirtida tekshirish olib bergan vaqtda badan sirtida 2 minut tekshirgan vaqtda buningki oksidlanishga qarshi ta'siri borligi aniqlab chiqarilgan. Chunki bu g'ayritabiiy savdo xilatining munzij va musulniki ishlatgan dorilar gavziban, badiranji boya, usti quddus, pirshavshan, shaftari, badiyan, chilan, sarpistan, chuchuk buyu, yıldızi, terencimen qatarlıq müş dorilar işlatildi. Bu dorilarni ximiyalik maddasini tekshirgan vaqtda bunun içindeki şu flavoid, tannin, vitamin, steroid degan turdagi hamma moddalarniki oksidlanishga qarshi turish ta'siri borligi bu ham ilm sohasida isbotlangan bir ish. Uningdan boshqa bu g'ayritabiiy savdo xilatininki yana shu hujayralarning ichki qismidagi mitokondriyaning içine tüzash xususiyati borkan, mitokondriya degan shu badanda adenozin trifosfat yani shu energiya hujayralarniki modda almashtirishga lozim bo'lgan energiyani bilan ta'minlaydigan bir o'rin. Shu o'rinniki bog'lari uzilib, kasallangan vaqtda buzilib ketgan butun xizmati shu munzij musulni ishlatgandan keyin shuningki asli kelganligini bilgildi. 4-dan yana undan boshqa DNAning buzilishini tuzash roliga ega ekan. Odatda shu savdodan bo'lgan kasalliklarda hujayraning ichki qismidagi DNAningki shaklida buzilish ko'rilayotgan. Buni shu munzij musul ishlatgandan keyin uningki shakliniki asli kelganligi bayqalgan. Shunga bu savdo g'ayritabiiy savdo xilatidan bo'lgan kasalliklar odatda shu 40 yoshdan oshgan odamlarda to'la ko'rilishga boshlayotgan. Bu tadqiqot natijasida shuni isbotlabdiki, normal holatda odam kasallanmagan vaqtda savdoninki munzij musulini ma'lum vaqtda, ma'lum miqdorda ishlatib qo'ysa normal odamlar shunday eg'ir rak kasalliklariga o'xshash kasalliklar bo'lib qolmasligiga oldini olib o'tgan. Hammalarni anglab beringlar, rahmat. Hammamizga ma'lum, Uyg'ur tibobati 4 cho'ng modda, mizoj, xilit ustiga qurilgan. Qanday bo'lsa, bu haqdagi dastlabki izlanishlarni so'zlab berish uchun Shamsunur G'ofur xonimni sahnaga taklif qilamiz. Hammalarga Allohning salomi bo'lsin. Hammadan bugun so'zlamoqchi bo'lgan aslida bir kitobdi bu. Nazariya asoslariga bir nazar nomli kitobning 5 azroq o'zi belangan bir parchani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bizning bu Uyg'ur tibobatimiz aslida bu mizoj xilatlardan asosi qilingan bo'lg'achqa men bugun shu mizoj, 4 mizoj haqida buning ichidagi mazmunlar, birinchisi 4 mizoj haqida bu, yana 4 mizojning koordinatik ifodasi, ya'ni buni koordinatda qanday ko'rinish bo'ldi deganni so'zlaymiz. Mizojlarning darajasi va har qaysi kishilarning mizoj alayliklari, ya'ni shu koordinatik alayligi. Yana birisi xilatlarning darajasi, a'zolarning darajasi, fasllarning darajasi qatorliq shu mazmunlarning onu yig'inchoqlab sizlar ko'rishma inshaalloh. Bizning shu Uyg'ur tibobatida Uyg'ur tibobati hamma bilgandek shu uzun qadimgi Uyg'urlarniki uzun ajrlik amgakining mevasi bo'lib, bu bizgacha yetib kelgan bir 4 asosiy moddadan bo'lgan bir ilim. Bu yana buningda bu Uyg'ur tibobati shu 4 modda asosida yetib kelgan bo'lsa-mu, o't, suv, tuproq, havodan iborat 4 modda ne biz Uyg'ur tibobatining asosiy nazariyasi deb qaraymiz. Bu qadimgi hukmlarımızmı, ulamolarımızmı yana shu 4 moddani shu o'simliklar, hayvonlar va insonlarning sog'liq va hayotligi uchun buni temirchas bog'lab bizgacha tushuntirib yetib kelgan bu tibobat bu. Endi bu tibobatimiz yana yaqinqi davrga kelgan vaqtimizda buni bir darajaviy bog'lab yuqori ko'tarish yana taraqqiy qildirishni, ya'ni bu taraqqiyotning talabiga asosan buni biz koordinat usuli orqali ifodalab 4 mizojninki yana darajasi bo'lganligini, yana bizningki shu Uyg'ur tibobat to'g'rigarlik qamusida
bununki dereceleri var. Mesela doğruların işkin derecesi, birinci derece kuruk soğuk degandek. Doğruların mizacı varken demiş ki bu insanların mizacının o hem xılıtlarının manimşi derecesi bulmaydı deganının üstüde izinip biz bunu şu şekilde koordinat şekilde yerleştirişini doğru tapdık. Şuna biz bu yerdə sizlərə tötməndə haqqındakı bunu koordinatla yerləşdiriş cərəyanlarını bir-birlə tanışıb etmək istəyirəm. Hem de tötməndə haqqında azraq düşənçi bir ötəyli. Ot degan vaqtimizda Quyoshning yeryüzidagi vakili bo'lib, tabiat dunyosining hayotlik uchun eng muhim bo'lgan, mutlaq yengil, issiq ham quruq bo'lgan, koinotning eng ustida turadigan gaz jismdan iborat deb qaradik. Endi suv bo'lsa, havoda havoga keldik. Endi u eng yuqorida turdi. Ikkinchisi bo'lsa havo. Havo atmosfera qatlamiga yeyilgan bo'lib, Quyoshning o'tira Quyoshning o'tkir issiqlik holatida bu odatda issiqlikni epqalı Quyoshning o'tkir energiyasi bilan issiqlik holatini olgan bo'lsa, yana bu suvninki ustida to'g'ashqa osti tarafidan suvninki sovuqligini epqaldi. Bir de bu suv odatda atmosferadan yana o'tib, yana Quyoshning energisida issiqlik holatida bu suvlar qarga aylangandan keyin havoga ketilib, bu biraz böllengen ya nemlengen halkıda boğaşqa, bu havanın terkibide hem ıssiq var, hem nem var deb qaraymiz. Şunun bilan bunu havani böyle ıssiq deb qaradık. Bunu zaten eskiden şuna qarab kelgan. Endi bu su bo'lsa, su topraqning ustidagi sovuq moddaning eng Quyoshdan eng uzoq bo'lgan, topraqning ustiga yeyilgan gaz suyuqlik bo'lib, bu ikki hidrogen bir oksigendan tuzilgan. Üstüden bununki hech qanday bir energiya elish nimasi havodan to'sib turg'ashqa Quyosh energisini az qabul qildi. Shuning bilan bu suvninki o'zining ho'llik holati va topraqning quruqligi bilan bu suvni biz ho'l so'g'oq deb qaraymiz. Yani topraq quruq ham so'g'oq bir modda bo'lg'ashqa suğa yaxşı təsir, energiya təsiri yaxşı kelamaydı. Çünki topraqның soğuk mizacı bunun bilan qetilib, suni höl soğuk deb qaradık. Anikin bu topraq kelgan vaqtimizda yana suning ostida bo'lgan, hem dünyanın tartish kuchi bilan bo'lgan eg'ir bir jism, zich bo'lgan bir eg'ir modda bo'lib, bu topraq odatda Quyoshdan uzoqda qolg'ashqa hem quruq, hem soğuk deb qaradik. Irtibotimiz buni shunday e'tirof qilgan. Hem de tötçonmadı ne koordinat ifadeleş. Hem de bunu neymiş kısa koordinat ifadelerinin kep kaldıydığı vaktimizde biz bunu koordinat ifadeleş arkalık doğrularımızın dereceleri var. Mesela 4. derecede kuru kısık desek bunu papa deyimiz. Bu zehirlik dara mesela 2. derecede kuru kısık desek yani karmış degen okşaş. Bu doğrularının derecesi varken insanların derecesi olsa o çağda bizimki insanların derecesi mas halda mas şekildeki derecedeki doğrular bilen davalaş imkaniyetimiz erişidikenimiz bulmasa yenik keselliklerge eğir doğrunu bir koyup ciğerini zehirleydiğen eğir keselliklerge yenik doğrunu bir kılıp bu keselliklerin sozulma haletki yaki ölüm derecesiga kep kaldığına sebep çok kalkemiz. Şuna biz bu yerde koordinatlı yerleştirip bunu mizacını bugün bir yerde biz sizlerle ortaklaşıyordumuz. Hem de biz koordinatını yerleştirdiği vaktimizde bu tötçon maddeni özara ve çikolatanlıki Quyoshni en üstüge koysak, onun astığı hava, onun astığı su, onun astığı toprak, yani bu dünyanın ki yarılışı bu red tertibi çizgi vaktimizde, yani Quyoshdan toprak kadar bir sızık alımız. Bunu biz koordinatının Y oku desek, bunu yani bu Quyoshni, yani bu üstüde tuğan Quyoshni bu Y okunu onu da bağda qaradık. Şimdi olan bunu 90 gradus saat istilikisi bilen ki vaktimizde bu yan sızıktan birisi erişimiz. Bu olsa bunu X oku deb qarasak, X oku bilen Y okunu biz bir koordinat dedik. X okunun o'rnidagi gayet zor Quyosh bu X okunun o'rniga kelganda bu adı suv vardı. Şu suvni quritib, u yana quruq deb oldik. Bu arqa tarafı yana minus bo'lgan X'ning minus X o'g'aya, yani bu asl holati bo'yicha suv holatida qoldi. Şunu bir yana biz nem deb oldik. Asli taraf bo'lsa topraqninki mizojiga qaragan vaqtimizda asli tarafı qaragan vaqtimizda buningda bir sovuqlik var. Şunun bilan biz bu to'rt moddani bunga yerlashtirgan bo'ldik. Hamda quruq yuqorisi issiq bo'ldi, aslini
soğuk oldu, yan tarafı kuruk oldu, bu minus X tarafı nem oldu, şununla bu koordinatın ki başlangıçını biz siz vargan olduk. Hem bunu biz özara tesirleştirgen vaxtımızda neme kep çıktı desek, yani bizim Uygur Tibabetteki 4 çoğun maddeye asasen biz bunu kuruksak, ölüsek, kuruk soğuk, böl soğuk diyen bu 4 tane nesini bu koordinatını biz körüp alayımız. Hem de bu koordinatın ki vakit stop kaptı derecesini hemen büyütey. Hem biz bu Uygur Tibabetteki doğrugellik kitaplarımızda 4 tane noktını alıp okumasından 4. derecenin artık derece yok değil Tibabette. Şu an biz 4 dereceni bu bizim koordinatımızda yerleştirsek, yani biz 4 tane noktanı yerleştirgen bulunuz. Bu yerleştirgen 4 noktamızda bunu yani birden 4 kişi sanap, yani 1. derecede ısık, 1. derecede kuruk, bu sefra mecazının 1. derecesi, 2. derecede ısık, 2. derecede kuruk, bu sefra mecazının 2. derecesi, 3. derecede kuruk, 3. derecede sık da bu sefra mecazının 3. derecesi, yani 4. derecesi mi? Okşaşlar 4. derecesi teve. Muşunda bağa vaxtıda bir seframız hazırca miyelde kısa vaxtıda 4'e bölüp ama bunu her birisini aşında koordinatlı neme kılıp temşap kıldığan bolsa her birisi her bir kılık burada 10 mizaç yani 16 gibi bölüngen bolsa 4 tane mizacını 64 gibi bölüş mümkün. Şu an biz bir yerde kısaltıp 4'ninki gepini koydumuz. Hem de bunu bölmegen vaxtımızda bu insanlarla sen sepramayacağız. Sen fazla açık yaman bir adamla sen sepra deyimiz. Sen sakirek olganımız sen sepra deyimiz. Şuna biz bunu dereceli bulup koyduk. Bayadaki koordinat arasında bu onunki derecesi var. Mesela bununki savdamayacağız birincisi sakin bir adam olan olsa savdamayacağız ikincide. Bunun da xiyalçan bir adamı göz tuttu. Üçüncüsü olsa eyneştiğin okşat akıllık yani akıl savdada sakmadı deyip karayımız. Şuna bu savda 3. derece olganda qattiq aql ishlab ketib, ishkin dunyo ishga chiqqan. Shundan 4-inchisi de salom derecesi bordi. Ammo shunga o'xshash bu Uyg'ur tibobatidagi xilotlar mizojda yana shu balg'amga o'xshashlar avval issiqdan 4-ga qarab mangadi. Yani sapramga o'xshash yenikdan tortib og'ir darajaga qarab manganligini, qonning o'xshashlar güler yüz yaxshi xuluqdan tortib oxirisi shu qon tomirgacha kengayib borganligi. Buni biz shu so'zlaydiganimiz bo'ldi. Hamda buniki xilotlarning derecesi bordi, yani a'zolarning derecesi, yani mizojlarning kayfiyatlarning dereceleri bordi bu yerda, soatlarning derecesi kadar bu a'zolarning derecesi bu yerda bu kadar so'zlayli. Ko'pchilik rahmat.